Videoni boshlashdan oldin bitta fakt aytib o'tsam. Minecraft'imning versiyasi juda past bo'lgani sababli hech qanaqa modlar ishlatilmadi. Lekin kelasi videolarda bo'ladi degan umiddaman. Ungacha sizlarga maroqli tomosha tilab qolaman. Bugun kunimni ham boshlab oldim. Menimcha kunim yaxshi o'tadi degan umiddaman. Lekin anchagina uxlabman, tash obed bo'lib qolibdi. Tashqariga chiqaylik qani. Voy, toza havo boshqacha-da. Xo'sh. Suvam anchagina yaxshi. What the fuck? What is this, bro? O'zi bola ko'p. Aytgancha. Hammaga salom aziz obunachilar, sizlar bilan men Fuzloniy. Bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun video sizlarga ajoyib bo'ladi degan umiddaman. Chunki cho'tan yerda nitta narsa ko'rinyapti. Baqiraverganim uchun uzr. Chunki men shunaqa baqirib turaman. E'tibor bermanglar. Boshqacha ko'rinyapti cho'ta. Bir borib ko'rmasak bo'lmaydi. Vau, lekin. O'zi bu birovda uyga kirish mumkin emas, lekin derazasidan va chiroyli ko'rinyapti. Bunaqa video men hech qachon ko'rmaganman qishlog'imizda, lekin sotuvchi Eshmat tog'a. Nahotki Eshmat tog'amdan shunaqa narsa kutsam. Eshmat tog'a bunaqa qishloqda bunaqa uy qurishini bilmadim. Mayli, borib bitta so'raylik qani. Eshmat tog'am ham ancha yaxshi odam, lekin bir tekinga beraversa zo'r bo'lardi. Ish qilib beraversin-da. Xo'sh, Eshmat tog'ani uyiga kiramiz. Eshmat tog'a. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz tog'a? Yaxshi turibsizmi? Tinchmisiz? Siz bo'ligim kam bilasiz, maktab o'qimang. Aytgancha qani gapiring qani. qilibsiz-a netda. Ha, uy sotyapman. 5 uy Tekin beraverasiz. Qo'y gapiraveraymi mana. Astag'firullah. Mayli, qarang. Короче, men sizga 5 VIP emerald topib beraman. Shu menga. Shunaqami? Albatta, agar 5 VIP emerald topib olib kelsang, mayli senga. Xazinalar? Da, xazinalar ham mavjud. Bo'ldi. Men xazinalarni qidirib agar topa olsam 5 VIP emerald sizga beraman. Lekin 5 VIP emerald ekanligini qayerdan bilasiz? Bir paytlar yashirib qo'ygandim. Mayli, qidirib ko'raman bugun tinmasdan. Xayr, unda hozircha menda adashmasam 1 VIP emerald bor edi. 1 VIP emerald hozir. Mana 1 VIP emerald. Xo'sh. 1 VIP emeraldim borligi ham esimdan chiqib ketibdi. Mayli, qidirib ko'rish kerak. Undan oldin ham narsamni olish kerak. Bo'ldi. Ketdi unda harakat qilish kerak. Uyda egallash kerak. Chunki bu uy menga uncha yoqmadi emas, yoqdi. Nimagadir zo'r o'xshatdi, lekin olish kerak baribir, men bilmayman. Bu uyda qo'lga kiritmasam bo'lmaydi. To'xta. Qachonlardir mana shu yerda Eshmat tog'a esimda, lekin qo'lida meni ko'tarib turdi. Mana she'rga nimadir ko'ngildi, balkim hali ham turgandir. Mana she'rlardanmidi? Qo'lda urmasak bo'lmaydi. Harakat qilib erishish kerak. Uyda olmasak bo'lmaydi, chunki bu uy eng qimmatbaho uy. Nimaga yo'q? Qidirish kerak. Bu uy men uchun qadrliday bo'lib qoladiganday. Notichotda. Yo'q. Oh my god. Ish qilib emerald bo'lsin, iltimos emerald bo'lsin. Hali ham turgan ekan. 2 VIP emerald bo'lgani 3 ta qoldi. Kech tushib qoldimmi? Shucha ko'p uxladimmi men? O'zi Eshmat tog'ani oldiga borishimni o'zi bir hech qancha vaqt bo'lmadi-yu. Yo'q, nima unday bo'ldi? Mayli. Biron balo qilamiz. Xo'p, lekin 2 VIP emerald, o'sha 1 VIP emeralddan topdim. Men o'sha xursand bo'lman, chota, men ichimdan nimadir o'tadi, xuddi uyni sotib oladiganday. Sekingina uyga kiramiz, uxlaymiz, lekin ertasi kun nima bo'lishini bilmayman. Ish qilib yaxshi kun bo'lsin-da. Mayli, uxlaylik qani.
Oy. Xullas men yangi kunim boshlab oldim va hozircha menda 2 VIP emerald mavjud. Xo'sh. Nima qilamiz? Uy, men bu uyda lekin yomon ichiga kirib kelyapti lekin. Eshmat tog'adan so'rashib bilmayman, mayli ozgina qidiraylik. Eshmat tog'a bir haftacha bo'ldi. Men shu atroflarda adashmasam emerald tashlab ketganman dedilar. Mana bir qidirib ko'raylikchi. Xo'sh. Bir haftacha oldin men shu katta daraxt deganda uyimni yaqinda men Assalomu alaykum va alaykum assalom. Yuqori shu yo'qol oldimdan yo'qol. O'zi qo'rqdi o'rning qarashing o'zi. Xo'sh, men вообще tilim kelishmay qolyapti. Nima deyishim bilmayapman. Agar bu uyni qo'lga kiritsam, men bu uyimdan chiqmayman lekin. Bu men uchun katta baxt. Voy, men bo'ldim. Men bu uyda qo'lga kiritdim desam bo'ladi lekin. 3-chi VIP emerald tabriklashinglar ham mumkin. Lekin 2 VIP emerald stop. Yana bitta narsa ko'zi qorin. Ko'zi qorin deganda Eshmat tog'a xo'sh endi ko'zi qorinlarni oldiga borib kalib ko'ramiz. Ichida izimrud bo'lsa olamiz. Ya, ana qishloq tomondan borish kerakmi deyman. Topilma shoxlarni oldida. Yo'q, bitta. Boshqalarni qidirib ko'rish kerak. Lekin qo'zi qorin deganda shunisi esimda bor. Esimdan chiqmaydi. Asosiysi qizil degandilar. Xo'sh. Shularni qidiramiz. Voy. Legenda, кто чемпион, кто гангстер. Я гангстер. Ye, nahodki allaqachon 4 ta bo'lgan bo'lsa, yana bitta qoldi. Xo'sh, shu bittani ham kiritish kerak. Endi xazina uyiga borib ko'ramiz, nima bor. Xazina uyiga borib qarashimiz bilan agarda bir emerald chiqsa, mana shu meniki. Shunchaki ichiga biron narsa bo'lish kerak. Xo'sh, bu iltimos faqat bir VIP emerald bo'lsa, bu axir xazina uyi-ku. Xazina uyi o'zi kirilmaganiga bir 100 yildan oshdi. Oh, men umid qilamanki bu yerda bir VIP emerald bor. Men bunga ishonaman. Bo'ldi, uy meniki. Baqirish shart emas, chunki baqirsam bilasizlar. Men jinoyatchiga chiqarib emayapman. Tashlashmasin, bilasizlar. Davr boshqa. Kirish chog'im. Men uyda qo'lga kiritdim desam bo'ladi. Men uy meniki bugundan boshlab. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, jiyan xush kelibsan. Men ko'p gapni uzr. Mana ko'p gapirmasdan 5 VIP emerald sizga. Men sherga tashlab qo'ydim xullas. Bitta tashlab qo'yaman. Davay senga sog' bo'l. Xullas, rahmat kattakon, ko'p gap bo'ldi, xayr. Uy meniki bo'ldi, men bu uy endi meniki. Men ichiga любой narsani qo'ldira olaman desa bo'ladi. Chunki unchalik xursand emasman, sababi baribir qishloqda qolyapti. Agar boshqa shaharda bo'lganda xursand bo'lardim, balki qishloq. Lekin shunisi uchun ham Eshmat tog'aga katta rahmat va eshigi ochiq ekansizlar. Voy. Uzr bo'ldi, men hatto joyga kirib qoldim. Vau, mavlekan. Rakvinalar. Hamma narsa bor. Uxlash joyi ham tayyor. Vau, lekin. Hatto televizor olib kelib qo'yaman hali. 2 kishilik demak, o'rtoqlarim chaqiraman desam bo'ladi. Lekin juda ham zo'r yoqdi menga bu uy, lekin qaranglar, bu vidni qaranglar. Холодильники bilan qo'shilgan. Vidga вообще gap yo'q, lekin men bu joyni ham yaxshi ko'rishim, даже derazalari ham yo'q. Uyalmay kirsa bo'ladi. Va 2 etajli uy. Spalimga lekin 5 yetdim, oshxonamga 5 yetdim. Mehmonlarni bemalol chaqirib o'tirsam bo'ladi. Lekin Eshmat tog'aga ham katta rahmat. Zato men uyda qo'lga kiritdim. Endi bu uydan chiqmaslik qaror topdim. Shunchaki narsalarimni ko'chirsam bo'ldi. Eski uyimni esa nochor qolganlarga topshirishim kerak. To'g'ri.
Voh, undaman charchaganman. Bilasizlar qancha xazina qidirdim. O'g'liyman.